yana bir kun saharlab to'rt ishtirga keldim. Sahar ham bo'lgan yo'q. Bugun Inter bilan Barsani ikkinchi o'yini bo'ldi. Barsa olib turib qo'ydi. Shu bilan uyqu ham kelmadi. Keyin shuluchi bor dedim. Hozir uxlasam uxlab qolaman deb. To'rlar olib keling deb. Endi to'rni olamiz. 4 ta 5 ta to'r qo'ygan edim. Tushmabdi. 3 tasigami? Oxirgisi bitta baliq ko'rinyapti. Asta ishtirib ko'raychi. Bugun nima Barsa o'tirib qo'yganiga baliqlar ham Inter taraf bo'lib ketganmi? Bitta Barsachi ko'rinyapti. Hozircha sazon. Shu ham qochib ketmasa. Hozir ko'rsataman. Tortoli to'rda. Video oldi tortilib ketyapti. Qop qorang oldi. Tong otishiga yana 1 soatlar bor. Sazon bor ekan, agar chiqib ketmasa ko'rsataman. Ko'rinyapti. Katta sazon ekan. Voh, katta sazon ekan. Buni asta olish kerak. Bir kiloga yaqin sazonni deyman. Mayyaroqmi unda? Asosda olish kerak. Katta sazon ekan. Boshqa to'rlarga bironta tushmabdi. Chiqib ketmasa. Keldi. Bitta bor ekan. Barsachi. O'zi ham yomon katta sazon ekan. Bo'lar bugunga bitta bo'lsa ham. Yaxshi sazon tushibdi. Like bosib qo'ying shu bitta sazon uchun. Bitta like.